Qochma. Qachongacha mendan qochmasdan? Shuncha kundan beri senga qo'limni uchini ham tekkizganim yo'q. Bu yerga meni xohishim bilan emas, o'z xohishing bilan kelgansan. O'z xohishim bilan kelishimga sabab akalarim otam qarzini uzib, meni olib ketishiga ishonganman. Menga endi hech qanaqa pulni qizig'i yo'q. Menga sen qiziqsan. Xullas ertaga ZAGSdan odam keladi. Qonuniy nikohdan o'tamiz. Tayyorgarligingni ko'r. Jalilni obyekti nima bo'ldi? Jalilni obyekti allaqachon bizniki. Jalil ancha tullak. Obyektni berib qo'yganiga ishonib qolmagan. Bu sen o'ylaganchalik sodda emas. Men nishonga olganimda har qanday tulagi ham qochgani imkon topa olmaydi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bu kishining ismi Akmal. Bir muammosi bor ekan. Eshitib ko'rasizmi? Nima muammo? Dadam bir insondan qarz olib qoldi. Janozasida kelib haqqini so'radi. Haqqi evaziga singlimni olib ketdi. Xo'sh, Sizdan umid qilib keldim. kim ekan seni singlingni olib ketadigan? Sadir. Kim? Sadir. Men Sadirning ishiga aralashmayman. Jafar aka, balki bu ishga men urinib ko'rarman. Mayli. Urinib ko'r. Lekin bu ishga meni aralashtirmaysan. Tushunarlimi?